Assalamu alaykum. Bugungi leksiyarimizga ishtirok qilgan qarindoshlar. Leksiyarimizda bugun sizlar bilan psixologiya va gipnoz to'g'risida o'rtoqlashmoqchi. Psixologiya fanining rayonimizga shiddat bilan bosib kirishi va xalqimizning bu fanga ko'plab diqqat nazariyasini og'dirishi bilan birga gipnoz so'zimi nurg'un odamlarning diqqat nazarini qo'zg'amoqda. Biz bugungi leksiyamiz orqali gipnoz zodi qanday hadisa? Bu psixologiya fan bilan zodi qanday munosabati bor? Ham o zodi bir ilmiy davolash usulimi yoki bir xil sirli hadisimi degan masalalar to'g'risida sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Unda bo'lsa, bugungi leksiyarimizga texmi cho'nqur diqqat nazaringlarni og'dirishinglarni umid qilaman. Psixologiya fani odamlarning psixik hodislarini va ularning qonuniyatlarini tadqiq qiladigan fan. Uning psixik hodisa deganimizda nurg'un mazmunlari bor. Masalan, psixik jarayon bu odamlarga o'rtaq bo'lgan, ham har qanday odamlarda bo'lishga tegishli bo'lgan, lekin har bir odamning bu xil hodisada farqli bo'ladigan bilish jarayoni, kayfiyat hissiyot jarayoni va iroda jarayoni qatorliq hadislarni o'z ichiga oladi. Undan boshqa psixik hodisa odamlarning bir-biridan tubki jihatda farqlanadigan individual psixikasini o'z ichiga oladi. Individual psixikasi degan chaqda odamlarningki oldirab o'zgarib ketmaydigan temperament jarayoni, ya'ni biz Uyg'ur tilida mijaz deb ataymiz. Undan keyin odamlarning xarakteri, qobiliyati, qiziqishi, dunyo qarashi, e'tiqodi, ehtiyoji, muddaosi qatorliq odamlarning bir-biridan farqlanadigan bir qadar turaqliq bo'lgan psixik alohidligiga qaratilgan. Endi bu odatda psixologiya fanlarida nayti ko'p tunishtirilib, tushuntirilib o'tadi. Sistemalik psixologiya fanini o'rgangan anglag'uchilarimiz cho'qim bu to'g'risida xili cho'nqur tushunchaga ega bo'lishi mumkin. Endi bu yerda yana bir yangi bir nuqta bor. Bu bo'lsa-mu bizning 3-mazmun psixikalik holat degan nuqtamiz. Endi bu yerda biz psixik holat to'g'risida to'xtalishimizdagi sabab bu bizningki bugun to'xtaladigan gipnoz hodisi bilan nayti zich munosabati bor. Psixikalik holat deganimiz u ham psixik jarayon emas, ham individual psixik emas. U faqat bizningki psixik jarayon bilan individual hodisaning o'rtaq rol o'ynashi bilan ta'sir ko'rsatadigan odamlarningki shu ruhiy jihatdagi holati qaratildi. Uning ichiga odamlarning masalan psixik sog'lomligi. Bu bir holat. Odamlarning ba'zida psixikasi nayti sog'lom holatni asos qilgan bo'ladi, ba'zida sog'lom bo'lmagan holatni asos qilgan bo'ladi. Lekin odamlar hamini o'zining psixikasining nayti sog'lom darajaga yetish uchun tirishchilik ko'rsatadi. Bu psixik sog'lomlikmi odamning bir holati. Undan boshqa texmi inchiklasak, masalan, kayib, alaqsodalik qatorliq odamlarda alayda bir xil holatlar bo'ladi. Masalan, ba'zida biz o'zimiz bilib bilmayli deganda hech qanday sababsiz ro'y holtimizning ba'zida nayt yaxshi bo'lib qolganini, ba'zida nayt nachar bo'lib qolganlarini his qilamiz. Bularni biz kayib holati deymiz. Masalan, qattiq bir ovoz anglab ketganda biz nayti tamtirab bo'diqib ketishimiz mumkin. Buni biz alaqsodlik holati deymiz. Shuningga o'xshash gipnozmi bir holat. Şunlaşqa bu gipnoz alohida bir sirli hadisi bo'lmasdan bu bizningki psixik hadisining ichidagi bir mazmun bo'lib hisoblanadi. Şunlaşqa gipnozni tilga olgan vaqtimizda uni qandaqdir bir ilmiy bo'lmagan yoki psixologiyadan chetnab ketgan yoki alohida bir sirli hadis deb qaramaymiz. Balkim u psixologiyaning nayti ilmiy bo'lgan, mushu psixik holatning ichidagi biz ham psixologiyadagi tadqiq qilinayotgan mazmun bilan zich munosabatli bo'lgan bir hadisa deb tushuntirib o'tamiz. Amaliyotda psixologiya hozirgi taraqqiyot jarayonida bir tarafdan nayti ilmiy bo'lgan psixologiyalik tadqiqotlar asosida nayti zo'r darajadagi ilmiy natijalarni o'tirib qo'yayotgan bo'lsa, yana bir tarafdan ijtimoiy hodisalarni, odamlarning o'tirsidagi nurg'un ijtimoiy hodisalarni tadqiq qilyotdi ham uning sababi natijalarini o'tirib qo'yayotdi. Undan boshqa bo'lsa, odamlarning shu psixik sog'lomligi uchun zo'r darajada mulozimat olib beryapti. Masalan, bu bizning psixologiya fandagi ilmiy bo'lgan tadqiqot natijalari. Ham odatda bizningki, masalan, bola qancha vaqtda cho'nqurlikni bila oladi desak, bu, mening bolam 6 oy bo'lganda cho'nqurlikni bilib oldi, sening bolang cho'qim bir yoshga kirgancha bilishi mumkin, unda hadis emas. Bu nayti ilmiy bo'lgan psixologiyalik tadqiqot tajribalar orqali ilib beriladi. Masalan, odamlarningki chiroy mimikalari, ham odamlardagi har xil o'rganish jarayoni, shartlik refleksining shakllanish jarayonlari. Masalan, odamlarning shartlik refleksining shakllanish jarayonlarini dangliq psixolog, ya'ni biologiya olimi Paulo yemek bilan shu qo'ng'iroq o'tirsidagi munosabatni bog'lashdan iborat shunday bir ilmiy tajriba orqali o'tirib qo'yib bergan. Shuningga o'xshash, masalan, odamlarning
mashg'ulot jarayonida shakllangan ma'lum bir xil alohidliklarimi nihoyatda ilmiy bo'lgan mushu chashqanninki o'zi qo'siq ochgan vaqtda silab sipash orqali mushu knopkani besish natijasida zodi qandaq vaqtda qandaq o'rinni bosgan chog'da yemeklik tushunadigandan iborat mushundaq bir o'rganish alohidligini shakllantirgan mashg'ulot xarakterlik shartlik refleks tajribalari orqali buning natijasini bizga o'tirib qo'yib bergan. Demek biz bu yerda ilmiy bo'lgan psixologiya tajriba tadqiqotlarini o'tirib qo'yish orqali psixologiya fani hargiz qandaqdir bir sirliq yoki har bir odam o'zining xiyoli bo'yicha o'tirib qo'yadigan yoki bo'lmasa har bir odam o'zining tajribasi bo'yicha men shundoq bo'lgan ekanman cho'qim boshqalarmi shundoq bo'ldi davoladigan yoki bo'lmasa qandaqdir yevropaliklarning amerikaliklarning yoki bo'lmasa Jungodagi boshqa millatlarning tajriba tadqiqot natijalarini ko'chirib akirib aynan ishiltadigan bundaq bir fan bo'lmasdan buni ilmiy bo'lgan cho'nqur tajriba tadqiqoti, ijtimoiy tekshirish va ijtimoiy hadislarni madaniyat ahvollariga bog'lash qatorliq mushundaq shakllar orqali anandan o'tirg'i chiqadigan bir ilmiy fan bo'lib hisoblandi. Shunlashqa psixologiyadagi har qanday bir ilmiy atalg'u, har qanday bir natija, har qanday bir o'tirg'i chiqqan nazariya har qaysi davlatlarda hem ilmi tecrübehallarda hem tabiiy sharoitlarda nurg'un tajriba tadqiqoti, statistika, natija xulosalar orqali o'tirg'i chiqqan ilmiy jarayon bo'lib hisoblanadi. Psixologiya fanida qurilmizmchi, funksiyizmchi, gostar psixologiyasi, ro'yi analizmchi, qilmishizmchi, gumanizmchi qatorliq nurg'un tajriba tadqiqot nazariya doiralari bo'ladi. Bular har qaysi odamlar bilan munosabatli bo'lgan nurg'un psixikalik hodislarni nihoyatda ilmiy nuqtadan yaxshi sharhlab bergan. Bularning har qaysi sohadagi nurg'un ilmiy natijalari bo'ladi. Odatda biz psixologiya fanini o'rgangan vaqtimizda o'zimizdagi shakllangan ma'lum psixik hodisa yoki bo'lmasa ma'lum bir xil ijtimoiy hodisalarga uchragan vaqtimizda mushundaq ilmiy natijalar bilan o'zimizning amaliyati, madaniyati alohidligini birlashtirib o'tirib, biz nihoyatda to'g'ri bo'lgan, ilmiy bo'lgan xulosa chiqarib bera olamiz. Unda bo'lsa gipnoz hadisi zade qandaq hadisa. Buni texim yaxshi tushunish uchun biz psixik hodisalarning ichidagi gipnoz hadisi bilan munosabatli bo'lgan bir qancha atalg'ularni to'liq tushunib o'taylik. Andan biz gipnoz to'g'risida to'liq ham ilmiy bo'lgan tushunchaga ega bo'lamiz deb qarayman. Eng avval biz psixika degan so'z bilan ong va diqqat degan so'zlar o'tirsidagi ba'zi bog'lanish va munosabatni ko'rib boqaylik. Psixik degan so'z bu Uyg'ur tilidagi so'z emas. Bu odamlarning ruhiy degan ma'noni bildirdi. Logiya degan u shu fan degan ma'noni bildirdi. Demak, psixik odamlarning shu ruhiy holati to'g'risidagi fan degan ma'noni bildirdi. Unda bo'lsa biz odatda nihoyatda ko'p deydigan ong bilan bu psixika degan holatning zodi qanday munosabati bor desak, meningcha ong holati odamlarning yuqori darajalik psixik holati deb qarayman. Chunki biz odatda hayvonlarda ong bo'lmaydi deb qaraymiz. Unda bo'lsa biz ko'rib boqaylik. Hayvonlarda sezgi bo'lamdi, albatta bo'ladi. Ularda idrak bo'lamdi, albatta bo'ladi. Unda xo's tafakkurchi biz odatda hayvonlarda tafakkur bo'lmaydi deb qaraymiz. Amaliyotda yuqori darajalik hayvonlarda, masalan, orangutan, maymun qatorli hayvonlarda harakat tafakkuri bo'ladi. Demak, hamda hayvonlarda ong bo'lmasa, hayvonlarda psixika bo'ladi. Unda bo'lsa biz davatgan psixika degan so'z odamlarningki sezgudan tatib, oddiy tuvan darajalik mushu hissi bilishidan tatib, tafakkurigacha bo'lgan yuqori darajalik bilishkichi bo'lgan mazmunning hammani o'z ichiga oladi. U vaqtda biz davatgan ong deganimiz odamlar xos bo'lgan yuqori darajalik psixikalik holatga qaratilgan. Endi bu yerda biz ong degan vaqtimizda albatta u sezgu, idrak, tafakkur qatorliqlarni o'z ichiga oladi. U ong bo'lib shakllanguncha cho'qim tuvan darajalik hissi bilishni o'z ichiga oladi. Ham uningdan boshqa yuqori darajadagi aqliy bilishni o'z ichiga oladi. Endi buning ichida biz ong holatini maxsus mushu diqqat alohidligi qatorliq bizningki psixik hodisi bilan bu yerda tushuntirishimizga maqsad gipnoz bilan nihoyatda yuqori darajada munosabati bor. Unda bo'lsa biz avval mushu ong to'g'risida bir tushunchaga ega bo'lgan vaqtimizda zodi gipnoz bu ong bilan qanday munosabatga ega deb qarasak, gipnoz qilgan vaqtda odamlarningki ong holati bo'libmi odamlarningki sirtqi dunyo bilan uchrashib turadigan ong holati qayrib etilib,
Adamlarning sirtqi dunyo bilan uchrashmaydigan yo'shirin ong holatidagi ba'zi xotira, zaxma, qatorliq nurg'un narsalar qizilib chiqiladi. Undaq bo'lsa, bu ong holatidagi boshqalar bilan uchrashadigan holat, uchrashmaydigan holat degan nima? Buni biz yana davomli tushunib boqaylik. Bu Freudning dangliq mustaq nazariyasi. Endi buningda biz ko'rib turgan qizil siziqning ustidagi qismi bu ong holati bo'lib hisoblandi. Sırt bilan uchrashib turgan oq rangli qismi bu ong holati bo'lib hisoblandi. Bu odamning sirtqi dunyoda, masalan, kundulik biz anglayotgan, uchrayotgan, bilayotgan, sirtdan ko'rayotgan, masalan, boshqalarning bizga tarbiya berayotgan musha holatlarning hammasi ong holati bo'lib hisoblandi. Uningdan boshqa bu mustaq nazariyasidagi ong holati 3 bosqichga bo'linadi. O'ttir qismidagi qizil siziqning o'rtasidagi ko'k rangli holati bo'lsa, bu oldingi ong deb ataladi. Oldingi ong holati odamlarning ushtumtut sirtda ma'lum bir g'idiqliqqa uchragan vaqtingizda yoki bo'lmasa ma'lum bir voqea sizning o'ylagan narsangizga to'g'ri kelib qolgan vaqtingizda aningdan keyin esingizga keladigan qism bo'lib, bu qismlardami nurg'unlagan xotira bo'ladi. Endi bu yoshirin ong holati bilan odamlarning ong holatini bog'laydigan shunday qism bo'lib hisoblanadi. Buni biz oldingi ong deymiz. Bu bevosita sizning esingizga kelmasligi yoki bo'lmasa bevosita sirtqi dunyo bilan uchrashmasligi mumkin, lekin shuning bilan munosabatli bo'lgan ma'lum g'idiqliqchilarga uchragan vaqtida balkim shu narsa esingizga kelishi mumkin. Masalan, ba'zida turib ma'lum birisining ismini eslayamaymiz. Lekin tasodifan shuning bilan munosabatli bo'lgan ma'lum uchurga ega bo'lgan vaqtimizda bu yeras ismi mundaq deb eslayolamiz. Bu biz deyotgan oldingi ong qatlam bo'lib hisoblanadi. Endi bizning gipnoz bilan munosabatli bo'lgan qismimiz yoshirin ong qatlami. Yoshirin ong holati qaramoq bo'lsak bizning ong qatlamining ichida nihoyatda ko'p salmoqni egallaydi. Buningdimi qarasak nurg'un xotirlar bo'ladi. Lekin bu xotirlarni eslayolmaydi, bilinmaydi, ham bu o'z eslayman debmi sirtqa chiqaramaydigan qatlam bo'lib hisoblanadi. Demak, siz ong holati turib hozir men yoshirin ongdagi nurg'un mazmunlarni sirtqa chiqarib etaychi, eslab etaychi desangizmi eslayolmaysiz. Lekin Freudning nazariy bo'yicha ilib aytgan chaqda odamlarning nurg'un qarori nurg'un sizningki o'tirg'i chiqargan ba'zi natijasi, ba'zi qilmishlaringizning nurg'unlarini odamlarning yoshirin ong holati buyruq qilgan deb qaraydi. Haqiqatan ba'zida biz o'zimizmi bilib bilmay ba'zi narsalarga qaror chiqaramiz. Zodi nima uchun shunday qaror chiqarganlarimizni o'zimizmi o'ylashamay qoldigan ahvollar bo'ladi. Bu naq odamlarning yoshirin ong holati bo'lib hisoblanadi. Endi meningcha yoshirin ong holati shu gipnoz holatida eng yaxshi tushuntirilib berildi deb o'ylayman. Biz ko'p darsliklarda ko'p odamlarga yoshirin ong deydigan bir narsaning borligini, ba'zida biz qaror chiqargan chaqda uning nihoyatda zo'r bo'lganligini bildirsakmi, ular o'z his qilmaganligi uchun bu yoshirin ongni zodi qandaq narsa deb o'ylab qoladi. Lekin amaliyotda biz gipnoz holatida shu ong qatlamini qayirib chiqib, shu yoshirin ong holatini sirtqa chiqara oladigan shunday bir holatni paydo qila olganimiz uchun gipnoz holati psixikalik davolashda nihoyatda zo'r rol o'ynaydi. Ham bizning yoshirin ongda saqlanib qolgan ba'zi zaxmlarni, ba'zi xotirlarni, ba'zi masalalarni tatib chiqarib, ashuni davolashga, asiltishga, undagi ba'zi qarashlarni o'zgartirishda nihoyatda zo'r rol o'ynaydi. Shuningdek biz odamlarning ong qatlamidagi yoshirin ong holatini cho'qim to'liq bilishimiz va tushunishimizning nihoyatda muhim zaruriyati bor. Undaq bo'lsa biz ong bilan yana zich munosabatli bo'lgan bir diqqat holatini ko'rib boqaylik. Diqqatmi odamlarning bir psixik jarayoni. Ham odamlarning bu xildagi psixik jarayoni sirtqi dunyoda nurg'un g'idiqlug'uchi, nurg'un bizga ta'sir ko'rsatayotgan obyektiv shay'i bor. Buni psixologiyada odatda biz g'idiqlug'uchi deb ataymiz. Bizga ta'sir ko'rsatayotgan obyekt bo'lib hisoblanadi. Endi shu obyektga biz ma'lum bir narsani tanlab o'tirib, shuni markazlashtirib o'tirib, shuni qabul qilib diqqat qilamiz. Masalan, odamlarning shu menga holatini ma'lum bir obyektga qaratilishi ham markazlashishini biz diqqat deb atamiz. Odatda odamlarning diqqat alayligi 4 turlik alayligiga bo'ladi. Ya'ni diqqatning doirasi. Biz bir vaqtning ichida diqqat qiladigan obyektning soni diqqatning doirasi bo'lib hisoblanadi. Odatda biz masalan mundaq bir necha qarg'a vaqtimizda cho'qim ma'lum narsaga diqqat qila olishimiz mumkin. Lekin bir qarg'a vaqtimizda diqqat qila oladigan narsalarning soni bu diqqatning doirasi bo'lib hisoblanadi. Odatda o'xshamagan odamlarda diqqatning doirasi o'xshash bo'lmaydi. Uningdagi ikkinchisi diqqatning turaqliligi. Biz ma'lum bir narsaga diqqat qilgan vaqtimizdagi diqqat qilib turish
vaqtimiz diqqatning turaqliqligi bo'lib hisoblanadi. Masalan, ba'zilar deydi, mening balam diqqat chechilib turadi, bir narsaga uzun mezgil diqqat qilolmaydi deganga o'xshash shunday alayliklar bo'ldi. Haqiqatan odamlarning cho'ng miya postligining qo'zg'alish ahvolining o'xshamasligiga asosan diqqatning turaqliq darajasi o'xshash bo'lmaydi. Endi diqqatning yo'tkilishi, diqqatni maqsadli holda bir nuqtadan yana bir nuqtaga yo'tkash bu diqqatning yo'tkilishi bo'lib hisoblanadi. Bu yerda diqqat qiladigan bir nuqta bor. Masalan, hozir hammaylar diqqat qilib dars anglayapmiz. Ushtumtut tarang-turang ovozdan birini anglagan bo'lsak, bu ovoz nurg'un odamning diqqatini yo'tkagan bo'lsa, bu diqqatning chechilishi bo'lib hisoblanadi. Chunki bu maqsadsiz. Endi diqqatning yo'tkilishi deganimiz maqsadli holda. Masalan, o'qituvchi bizni diqqatinglarni qo'lingdagi kitobdan plastinkaga diqqat qilinglar degan bo'lsa, hozir hammanglar diqqatinglarni o'sha dars mazmuniga yo'tkagan bo'lsanglar, bu maqsadli holda kitobdan plastinkaga yo'tkash bo'lib hisoblanadi. Unda bo'lsa bu diqqatning yo'tkilishi bo'lib hisoblanadi. Undan boshqa diqqatni taqsimlash. Odatda biz bir ko'ngilni ikkiga bo'lgil bo'lmaydi deymiz, lekin diqqat nuqtasini olib aytgan chaqda odam bir vaqtning ichida ikki yoki undan ortiq ishni qila oladi. Demak, shu diqqatni ikki yoki undan ortiq ishga bo'laldi deymiz. Masalan, mashq qilish orqali biz bir tarafdan xat yozib, bir tarafdan musiqa anglab tura olamiz. Bir tarafdan vespitayda, bir tarafdan boshqalar bilan paranglasha olamiz. Hatto serik artistlari nurg'un harakatlarni, put, qo'llari, har xil harakatlarni bir-biri bilan 7-8 xil harakatni tang ilib bora oladi. Bularning hammasi diqqatni taqsimlash bo'lib hisoblanadi. Demak, odamlarningki shu sirtqi dunyodagi nurg'un narsalarga nisbatan diqqat qilish alohidliklari mushundaq 4 turlik umum alohidlik ega. Bu diqqat mayli odamlarning psixik sog'lomligida bo'lsin yoki bo'lmasa odamlarningki shu gipnoz holatida bo'lsin, nihoyatda zo'r rol o'ynaydi. Masalan, biz psixikimizda masal chiqqanni birinchi bo'lib bizning o'zimiz o'ylagan narsaga diqqat qilmasligimizdan bayqab olamiz. Odatda odamlarning psixik holati nihoyat yaxshi holatda bo'lmasa, birinchi bo'lib diqqatga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, bizning orasim bizning sagak holatimiz, gipnoz kirmagan holat. Bunday ahvol ostida odamlarningki diqqat ko'p g'idiqlash doirasining ichida diqqatning doirasi nihoyat keng bo'ldi. Biz baydadik, birlik vaqtning ichida odamning diqqat qilish alohidligi diqqatning doirasi bo'ldi deb, diqqatning doirasi nihoyat keng holatda bo'ldi. Endi bir rasm qaraydigan bo'lsak, bu gipnoz holatidagi diqqatning alohidligi. Mana bu faqat yakka g'idiqlug'uchi bo'ladi. Yakka g'idiqlug'uchi holatida diqqatning kesish nuqtasi nihoyat yuqori bo'ladi. Demak, diqqatning doirasi yuksak darajada tarildi. Doirasi yuksak darajada tarlash bilan birga nihoyatda turaqliq darajasi yuksak darajada turaqlashdi. Ham nihoyatda cho'nqur bo'ladi. Biz gipnoz qilgan ahvol ostida agar odamlarningki diqqati nihoyat o'ng'ay chechilib tursa, markazlashtiramsa, u vaqtida buni eng avval biz diqqatni markazlashtirib olgandan keyin andan keyin gipnoz holatiga kiramiz. Agar diqqat yuksak darajada markazlashmasa, cho'nqurlashmasa, diqqatning doirasi yuksak darajada taraymasa, u vaqtida bu odam gipnoz holatiga kiramagan bo'ladi. Shunlashqa dastlabki bosqichdagi gipnozga kirgizish vaqtidagi har xil usullarda biz sezgusini ojizlashtirish yoki fiziologik jihatdan ordirish, mushundaq shakllar orqali ularning diqqatini yuksak darajada markazlashtirish ilib boramiz. Masalan, buningda odamlarning badanida biz magnit maydoni bor deb qaraymiz, chunki odamlarningki nevronlardan iborat hujayra boshqa hujayralarga o'xshash bo'lmaydi. Buningda bizning nervining daraxtsima o'sikchisi bilan g'olsiman o'sikchisi qatorliqlar bir-biriga, masalan, biz bir nima g'idiqlagan ahvol ostida shu g'idiqlashdan uchurni bir-biriga yetkazib berdi. Yetkazish jarayonida sinapsning ichidagi suyuqlik ma'lum darajada harakat olib boradi. Bunda bo'lganda haqiqatan odamlarning shu nevronlarda har xil shu magnit maydonini haqiqatan biz fizik feniga o'xshash magnit maydonini shakllantiradi. Ham bunda bo'lgan ahvol ostida agar biz yuksak darajada diqqatni markazlashtirgan vaqtimizda bu xildagi magnit maydonni sirtdan hatto ig'ir darajadagi to'mirni o'ziga tortalaydi. Ama şu derecedeki yüksek derecedeki dikkat adamların bedendeki magnet meydanını küçeytip ötelaydı. Mesela kuş hınçaplaş misalını misal alsak, demek bu misalda biz adamların ki şu gipnoz buğa ahval astideki dikkat alayliginin kandak alaylik bulduğanlığını görüp aldık. Tövende biz şu gipnoz halatı bilen uyku halatının farkı doğrusunda azırak toxtulup öteylim. Nurgun adamlar gipnoz halatıda adamlarning ko'z yumilgan holatni ko'proq ko'rganligi uchun gipnoz holat uyqu holat bilan o'xshash bo'ladi deb qaraydi.
Ameliyatda gipnoz holati bilan uyqu holati ikkisi o'xshash bo'lmagan ikki holat. Mayli bu menga dolqunlar alayligidan bo'lsin yoki bo'lmasa odamlarning mushu yoshurun ong holatidagi alayliklardan bo'lsin, tush ko'rish holati bilan odamlarningki gipnoz holati o'xshash bo'lmaydi. Hamda uyqu bu bir xil fiziologik hodisa. Lekin tush ko'rish psixikalik hodisa. Gipnozmi psixikalik hodisa. Hem adamlar uyku halatı bo'lgan vaqtda bu albatta adamlarning badanining fiziologik ehtiyoji sababidan adamlar uyku holatiga kiradi. Bu vaqt kirgan chaqda adamlarda asosiy jihatdan ongning kontroli butunlay yo'qolib, butunlay yoshurun ong holatida bo'ladi. Hamda adam tush ko'rgan vaqtda birisi kunduzi naytda kuchli ta'sir qilgan hodisa adamlarning miyaning cho'ng miya postligida odatda uxlagan vaqtimizda ko'p qism o'rin tormozlandi. Tormozlanmaganligi uchun gündüzü ma'lum bir ish bek ta'sir ko'rsatib ketgan chaqda shu o'rin qo'zg'alish holatida bo'ladi. Unda bo'lg'achqa odamning ko'rgan tushi shu kunduzi bizga nihoyatda kuchli ta'sir qilgan mushu voqelik bilan munosabatli bo'ladi. Undan boshqa odam tush ko'rgan holatdagi tushning mazmuni asosiy jihatdan odamning yoshurun ongdagi ehtiyoji bilan bevosita munosabatli bo'ladi. Endi bu xil holat nihoyatda cho'nqur holatdagi uyqu holati. Bu vaqtdagi menga dolqunimi o'xshamaydi. Gipnoz holatida bo'lsa odamlar uyqu holati turadi. Bulupmu biz o'ylaymiz gipnoz holatida odamlarning cho'qim har qaysi sezgi a'zolarida sezilmaslik hodisasi bo'ladi deb. Undaq bo'lmaydi. Har qaysi sezgi a'zolarida mayli ularning anglash, ko'rish, purash, tam, tegi sezgilari bo'lsin, hammasi nihoyatda yuqori darajadagi sezimchilik holatida turadi. Lekin bularningki sezishi özünün haqiqiy sezishi bilan munosabatli bo'lmasdan, balkim biz bergan bisharat bilan aytizish munosabatli bo'ladi. Masalan, biz bir piyozni olma yedingiz deb bergan vaqtimizda, bular uni olma tam bilan yevatdi. Demak, bularning tam sezgisi biz bergan bisharat bilan munosabatli. Tam sezgisi bormi? Bor. Lekin bu zo'r darajadagi sezimchaligi bor. Lekin besharat faqat mush gipnoz qilg'uchi bilan munosabatli. Besharat bilan tang bularning sezimida o'zgarish bo'ladi. Mushuning o'xshash odamlarningki gipnoz holatida bu uyqu holati bilan uyqu holatining o'ttirsidagi holat. Buning menga dolqunlarga o'xshash bo'lmaydi. Endi bu holat hargiz uxlagan holatga o'xshash cho'nqur yoshundan kirib ketgan holat emas. Hem uyqu holatidek menga qo'zg'alib obyektiv sirtqi dunyo bilan birdek bo'ladigan holat emas. Balki mushuning o'ttirsidagi holat. Shunlashqa gipnoz holati bilan uyqu holati ikkisi o'xshash bo'lmagan ikki xil holat, lekin har ikkilisida o'xshashlar odamlarning yoshurun ong holati qo'zg'aladi, echiladi. Endi gipnoz holatida biz yoshurun ong holatini o'ziga mush shaxsning o'ziga so'ziltish, bildirish orqali oshkorlatib, uning ichidagi mazmunlarni bir taraf qila olamiz, yetaklay olamiz. Lekin uyqu holatida undaq qilib bo'lmaydi. Şunlaşqa uyqu holati bilan gipnoz holati belgilik darajada farqlanadigan ikki xil holat. Buning ichidagi uyqu fiziologik holat, tush psixikalik holat, gipnoz yanada psixikalik holat bo'lib hisoblanadi.